Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun sizlar bilan hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan, ayniqsa pensiya yoshidagi yurtdoshlarimiz uchun og'riqli nuqtaga aylanayotgan bir masala haqida gaplashamiz. Ko'pchiligingiz hozir ekran qarshisida o'tirib, menga pul nega kelmadi yoki may oyida pensiyamni olsam bo'ladimi degan savollar bilan qiynalayotganingizni bilaman. Bugungi ma'lumotlarim siz uchun nafaqat juda muhim, balki kritik darajada ahamiyatli. Agar siz aprel oyining oxirigacha kerakli choralarni ko'rmasangiz, may oyidagi pensiya to'lovingizni olishda jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu harbiy pensiya oluvchiga taalluqli bo'lgan masaladir. Shuning uchun darhol kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, toki bu muhim ma'lumotlar boshqa yurtdoshlarimizga ham yetib borsin. Keling, avvalo muammoning ildiziga sho'ngiymiz. Avvallari pensiya tizimi ancha sodda edi deya ta'riflash mumkin. Bir marta hujjat topshirgach pensiya tayinlanganidan keyin har oy belgilangan sanada bank kartangizga yoki pochta orqali uyingizga pul kelishini kutardingiz. Kamdan kam hollarda qandaydir tekshiruvlar yoki qo'shimcha so'rovlar bo'lar edi va bu ham asosan rasmiylashtirish jarayonida yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarganda sodir bo'lardi. Pensiya fondi bilan bevosita aloqa qilish zarurati juda kam yuzaga kelardi. Siz shunchaki davlat sizga va'da qilgan pensiyani kutardingiz, xolos. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya tizimini raqamlashtirish, qonun hujjatlaridagi yangilanishlar va byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish zarurati sababli pensiya olish jarayoni yanada shaffof va nazoratli bo'lib bormoqda. Hukumat har bir pensiya to'lovi manzilli bo'lishini va faqatgina unga haqiqatan ham muhtoj bo'lgan shaxslarga yetib borishini ta'minlashga intilmoqda. Bu esa o'z navbatida ayrim hollarda pensiya oluvchilarning o'zlaridan ham ma'lum bir harakatlarni, ba'zan esa zudlik bilan harakatlarni talab qiladi. Eng muhimi, ba'zi o'zgarishlar va talablar haqida hamma ham o'z vaqtida sabardor bo'lmasligi mumkin. Bu esa ko'pchilikni qiyin ahvolga solib qo'yadi. Aynan shuning uchun men bugun sizga aprel oxirigacha amalga oshirish shart bo'lgan michata muhim narsani tushuntirib beraman. Toki siz may oyidagi pensiyangizni bemalol olishingizni ta'minlay olasiz. Keling, bu 5 ta muhim masalani batafsil ko'rib chiqamiz. Har bir band bo'yicha kimlarga savotir olish kerak, kimlarga esa shoshilish shart emasligini, shuningdek aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Birinchi masala shaxsiy ma'lumotlarni yangilash yoki tasdiqlash. Bu eng keng tarqalgan sabablardan biridir. Odatda pensiya jamg'armasi va boshqa davlat organlari vaqti bilan pensiya oluvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini tekshirib turadi. Bu tekshiruvlar pensiyani olishga bo'lgan huquqni tasdiqlash, noqonuniy to'lovlarning oldini olish va ma'lumotlar bazasini yangilab turish maqsadida amalga oshiriladi. Kimlarga savotir olish kerak? Asosan quyidagi toifadagi fuqarolar. Agar siz familiyangizni, ismingizni, otangiz ismini o'zgartirgan bo'lsangiz, turar joy manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, pasport ma'lumotlaringiz, masalan, pasportingizni yangilagan bo'lsangiz, seriya yoki raqami o'zgargan bo'lishi mumkin. O'zgargan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasidan o'zingizning ma'lumotlaringizni tasdiqlashni so'rab sat yoki xabar olgan bo'lsangiz, albatta harakat qilishingiz kerak. Misol uchun tasavvur qiling, 72 yoshli Dilfuza opa 3 yil oldin qishloqdan shaharga qizining uyiga ko'chib kelgan. U o'zining doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilini o'zgartirmagan, faqatgina vaqtincha ro'yxatdan o'tgan. Bu holatda pensiya jamg'armasi uning yashash joyi ma'lumotlarida nomuvofiqlikni aniqlashi mumkin. Chunki Dilfuza opa pensiyasini avvalgi yashash joyi bo'yicha olib kelgan va ma'lumotlar bazasida uning yangi manzili aks etmagan. Agar pensiya jamg'armasi Dilfuza opadan ma'lumotlarni aniqlashtirishni so'rab sat yuborgan bo'lsa va opa bunga e'tibor bermagan bo'lsa, endi may oyida pulini olishda muammoga duch kelishi mumkin. Pensiya fondi uni mavjud bo'lmagan shaxs sifatida qabul qilib, to'lovlarni to'xtatib qo'yishi mumkin. Dilfuza opa aprel oyining oxirigacha pasporti doimiy ro'yxatdan o'tish joyi haqidagi hujjatlari bilan pensiya fondiga murojaat qilishi va yangi ma'lumotlarini tasdiqlashi shart. Aks holda may oyida pensiya kelmaydi. Yana bir misol. 75 yoshli Ahmad aka pasportining muddati tugagani sababli yangi pasport olgan. U pensiya jamg'armasiga yangi pasport ma'lumotlarini taqdim etishni unutgan. Pensiya jamg'armasining avtomatik tizimi pasport ma'lumotlarining eskirganligini aniqlab, to'lovni vaqtincha to'xtatib qo'yishi mumkin. Ahmad aka uchun aprel oxiri bu ma'lumotni yangilash uchun oxirgi muddat bo'lib xizmat qiladi. Aks holda uning pensiya to'lovi may oyida kelmaydi va u faqat keyingi oyda barcha ma'lumotlar tartibga solinganidan keyin
to'lovni oladi, ammo bu oyning pensiyasi ham keyingi oygacha to'xtatilgan bo'ladi. Kimlarga savotir olish shart emas. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa va pensiya jamg'armasidan sizga hech qanday xabar kelmagan bo'lsa, unda bu band bo'yicha hozircha savotir olmasangiz ham bo'ladi. Ammo shuni yodda tuting, har ehtimolga qarshi. Ayniqsa internet orqali mening pensiyam yoki shunga o'xshash davlat xizmatlari portali orqali o'z ma'lumotlaringizni tekshirib turish foydadan xoli bo'lmaydi. Ikkinchi masala: yashash joyini tasdiqlash yoki qayta ro'yxatdan o'tish. Bu asosan uzoq vaqt davomida pensiya olmagan shaxslarga, xorijda yashovchi yoki doimiy yashash joyi bo'yicha muammosi bo'lgan fuqarolarga tegishli. Ba'zi davlatlarda, masalan, agar pensiya 6 oydan ortiq muddat davomida olinmagan bo'lsa, pensiya fondi pensiya oluvchining tirik ekanligini yoki mamlakatda ekanligini tasdiqlashni talab qiladi. Bu pulni o'lik jonlarga yoki noqonuniy shaxslarga to'lashning oldini olish uchun qilinadi. Kimlarga savotir olish kerak? Agar siz 6 oydan ko'proq vaqt davomida pensiya olmagan bo'lsangiz, xorijda yashayotgan bo'lsangiz va pensiya olishni istasangiz yoki sizning yashash joyingiz haqida pensiya jamg'armasida shubha tug'ilgan bo'lsa, misol uchun Apseni yoshli Gulnora aya 2 yil oldin Rossiyada yashovchi o'g'lining yoniga ketgan. O'sha paytda u pensiyasini olish uchun bank kartasini qoldirgan va o'g'li har oy shu karta orqali pulni olib Gulnora ayaga yuborib turgan. Biroq pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida Gulnora ayaning mamlakat hududini tark etganligi aks etgan bo'lishi mumkin. Qonunchilikka ko'ra, xorijda yashovchi pensiya oluvchilar o'zining yashash joyi haqidagi ma'lumotlarni muntazam ravishda tasdiqlab turishlari shart. Agar Gulnora aya aprel oxirigacha o'zining O'zbekistonda yashayotganligini, agar qaytib kelgan bo'lsa, yoki xorijda yashashiga qaramay pensiya olish huquqini tegishli konsullik hujjatlari orqali tasdiqlamasa, may oydagi pensiyasi to'xtatiladi. Uning yashash joyini tasdiqlash uchun shaxsan pensiya fondiga borishi yoki konsullik muassasasi orqali tegishli hujjatlarni taqdim etishi kerak. Yana bir misol, 70 yoshli Komil aka bir necha oy davomida bankomatdan pensiyasini olmagan. Sababini bilmasdan u shunchaki uning kartasiga pul kelmayotganiga e'tibor bermagan. Pensiya jamg'armasi uning faol emasligini ko'rib, uni tirik deb hisoblamasligi mumkin. Agar Komil aka aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasiga murojaat qilib o'zining yashash joyini va holatini tasdiqlamasa, may oydagi pensiya to'lovi chiqarilmaydi. Bu esa uning uchun jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Uning pensiya fondiga borib shaxsan o'zining borligini tasdiqlashi va nima uchun pensiyasini olmayotganini aniqlashtirishi zarur. Kimlarga savotir olish shart emas? Agar siz doimiy ravishda mamlakat hududida yashasangiz, har oy pensiyangizni muntazam ravishda olib turgan bo'lsangiz va sizga yashash joyingizni tasdiqlash haqida hech qanday ogohlantirish kelmagan bo'lsa, unda siz ushbu band bo'yicha savotir olmasangiz bo'ladi. Uchinchi masala: qo'shimcha imtiyozlar va nafaqalarga ariza berish. Hukumat tomonidan pensiya oluvchilar uchun turli xil ijtimoiy himoya dasturlari, imtiyozlar va qo'shimcha nafaqalar joriy etilishi mumkin. Ba'zan bu imtiyozlar muddati cheklangan bo'ladi yoki ularni olish uchun maxsus ariza berish talab etiladi. Aynan shu aprel oyida ba'zi imtiyozlar bo'yicha arizalar qabul qilish muddatlari tugashi mumkin. Shuning uchun diqqatli bo'ling. Kimlarga savotir olish kerak? Agar sizda nogironlik holati o'zgargan bo'lsa, kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lsangiz va ilgari murojaat qilmagan bo'lsangiz, ma'lum bir toifadagi fuqarolar uchun, masalan, yolg'iz keksalar, urush qatnashchilari va boshqalar, belgilangan yangi nafaqalar haqida eshitgan bo'lsangiz, lekin hali ariza bermagan bo'lsangiz, misol uchun 75 yoshli Murod aka 2-jahon urushi faksrisi, uga avvalroq imtiyozlar berilgan, ammo yaqinda hukumat tomonidan urush qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun kommunal xizmatlarga qo'shimcha subsidiyalar ajratish to'g'risida qaror qabul qilingan. Bu subsidiyani olish uchun aprel oyining oxirigacha zani, masalan, mahalladagi ijtimoiy himoya bo'limiga topshirish kerak edi. Agar Murod aka bu sabardan beksabar qolgan bo'lsa yoki ariza berishga ulgurmagan bo'lsa, may oyidan boshlab bu qo'shimcha yordamni ololmaydi. Uning aprel oxirigacha shoshilinch ravishda mahalliy ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilib, ushbu subsidiya uchun ariza topshirishi zarur. Aks holda, may oyda uning kommunal xizmat to'lovlari uchun qo'shimcha
mablag taqdim etilmaydi. Yana bir misol. 68 yoshli Nodira opa yolg'iz yashaydi va uning daromadi juda oz. Uning mahallasidagi faollar unga kam ta'minlangan oilalarga yordam ko'rsatish dasturi doirasida moddiy yordam olishi mumkinligini aytishgan. Bu yordamni olish uchun ariza topshirishning oxirgi muddati aprel oxiri deb belgilangan bo'lishi mumkin. Agar Nodira opa bunga beparvo qarab ariza bermagan bo'lsa, may oyida bu imtiyozdan mahrum bo'ladi. Uning zudlik bilan mahalla qo'mitasiga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga borib, kam ta'minlanganlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar bilan ariza topshirishi talab etiladi. Kimlarga savotir olish shart emas. Agar siz hech qanday qo'shimcha imtiyozlar yoki nafaqalar uchun arizalar qabul qilish muddatlari haqida eshitmagan bo'lsangiz va sizda bunday ehtiyoj yo'q deb hisoblasangiz, unda siz ushbu band bo'yicha shoshilmasangiz ham bo'ladi. Lekin har doim yangiliklarni kuzatib borish, ayniqsa mahalliy davlat xizmatlari markazlarining e'lonlariga e'tibor berish muhimdir. 4-masala. Bank hisobvaragi ma'lumotlarini tekshirish va tuzatish. Bu pensiya to'lovlarining kechikishi yoki kelmasligining eng keng tarqalgan sabablaridan biridir. Pensiya ko'pincha bank kartalari orqali to'langanligi sababli bank hisobvaragi ma'lumotlaridagi har qanday sato yoki eskirgan ma'lumotlar to'lovni butunlay to'xtatib qo'yishi mumkin. Kimlarga savotir olish kerak? Agar siz bank kartangizni yangi turga almashtirgan bo'lsangiz, lekin pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz, bank hisob raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bu kamdan kam holatlarda sodir bo'ladi, lekin ba'zi banklar qayta tashkil etilganda yoki xizmat shartlarini o'zgartirganda mumkin. Yoki avvalgi oylarda pensiya to'lovingizni olishda kechikishlar yuzaga kelgan bo'lsa. Misol uchun 67 yoshli Sodat sola 2 oy oldin eski turdagi pensiya kartasining muddati tugagani sababli yangi zamonaviy bank kartasiga o'tgan. Bank xodimlari unga barcha ma'lumotlar avtomatik ravishda yangilanadi deb aytishgan, ammo pensiya jamg'armasining tizimiga yangi karta raqami yetib bormagan. Natijada iripa kena aslında tabobtotda aprel oyining boshida uning pensiyasi yangi kartaga kelmagan. Agar Saudat sola aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasiga borib, yangi bank kartasining rekvizitlarini taqdim etmasdan turib, bu muammoni hal qilmasa, may oyidagi pensiya to'lovi ham unga yetib bormaydi. U nafaqat yo'qotilgan pulni qaytarib olishi, balki keyingi oylardagi to'lovlarni ta'minlashi uchun ham shoshilinch harakat qilishi kerak. Yana bir misol. 70 yoshli Solida aya pensiyasini uzoq yillar davomida bir Ksil bank hisobvaragiga olib kelgan. Ammo yaqinda uning xizmat ko'rsatgan banki boshqa bank tomonidan sotib olingan va barcha hisob raqamlari yangi bankning tizimiga o'tkazilgan. Bu jarayon tufayli Solida ayaning hisob raqami o'zgargan bo'lishi mumkin. Agar pensiya jamg'armasining tizimida bu o'zgarish aks etmasa, may oyida uning pensiyasi eskirgan hisob raqamiga o'tkazishga uriniladi va bu muvaffaqiyatsiz tugaydi. Solida ayaning aprel oxirigacha o'z bankiga murojaat qilib, hisob raqami haqida aniq ma'lumot olishi va uni pensiya jamg'armasiga taqdim etishi shart. Aks holda may oyida puli kelmaydi. Kimlarga savotir olish shart emas. Agar sizning bank kartangiz yoki hisob varagingizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, pensiya to'lovlaringiz doimiy ravishda o'z vaqtida kelgan bo'lsa va siz bankdan yoki pensiya jamg'armasidan bu borada hech qanday ogohlantirish olmagan bo'lsangiz, unda siz ushbu band bo'yicha savotiri olmasangiz ham bo'ladi. Ammo har doim o'z bank hisobingiz holatini nazorat qilib turish, mobil ilovalar orqali mablag'larning tushishini tekshirib borish tavsiya etiladi. 5-masala. Pensiya fondiga murojaat etish sababini tushunish. Ba'zida pensiya jamg'armasi sizdan ma'lumotlarni aniqlashtirish, qandaydir hujjatlarni taqdim etish yoki shaxsan kelishingizni so'rab sat yoki ogohlantirish yuborishi mumkin. Bu turli sabablarga ko'ra sodir bo'lishi mumkin. Nazorat tekshiruvlari, yangi qonun hujjatlari talablari, ilgari kiritilgan ma'lumotlardagi satoliklar yoki boshqa shubhali holatlar. Agar siz bunday xabarnomani olgan bo'lsangiz va unga e'tibor bermagan bo'lsangiz, bu sizning pensiya to'lovingizni to'xtatib qo'yishga sabab bo'lishi mumkin. Kimlarga savotir olish kerak? Agar siz pensiya jamg'armasidan sat, SMS xabar yoki qo'ng'iroq olgan bo'lsangiz, lumot so'gan bo'lsa, lekin siz ularga javob bermagan bo'lsangiz,
Misol uchun 7 yoshli Ibodulla aka 3 oy oldin pensiya jamg'armasidan qisat olgan. Sadda undan pensiyaning yangi tartibi bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun shaxsan kelish so'ralgan edi. Ibodulla aka buni shunchaki navbatdagi qog'ozbozlik deb hisoblab e'tibor bermagan. Ammo aslida pensiya jamg'armasi uning pensiyasini yangi qonun hujjatlari asosida qayta hisoblashni taklif qilgan va bu uning pensiyasining oshishiga olib kelishi mumkin edi. Agar Ibodulla aka aprel oksirigacha pensiya jamg'armasiga murojaat qilmasa va talab qilingan ma'lumotlarni taqdim etmasa, uning pensiya to'lovi yangi tartib bo'yicha to'lanmaydi. Balki to'liq to'xtatib qo'yilishi ham mumkin. Chunki u fond bilan aloqaga chiqmagan. Uning may oyda pensiyasiz qolmasligi uchun zudlik bilan pensiya fondiga borib, vaziyatni tushuntirishi kerak. Yana bir misol. 9 yoshli Dildora opa erta nafaqaga chiqqan, chunki u zararli sharoitda ishlagan. Yaqinda pensiya jamg'armasidan unga SMS xabar kelgan. Pensiya olovchilarning stajini qayta hisoblash bo'yicha ma'lumot berish uchun pensiya fondiga murojaat qiling. Dildora opa buni reklama deb o'ylab, xabarga e'tibor bermagan. Ammo aslida bu uning umumiy mehnat stajini yana bir bor tekshirish va shu asosda pensiya miqdorini aniqlashtirish uchun yuborilgan muhim ogohlantirish edi. Agar Dildora opa aprel oksirigacha fondga bormasa, may oyida uning pensiya to'lovi eskirgan ma'lumotlar asosida to'lanishi mumkin. Yoki yanada yomoni, agar fondda biror kamchilik aniqlangan bo'lsa, to'lov umuman to'xtatib qo'yilishi mumkin. Uning tezda pensiya fondiga borib, nima uchun aynan uni chaqirayotganlarini aniqlashtirishi zarur. Kimlarga savotir olish shart emas. Agar siz pensiya jamg'armasidan sizdan qandaydir harakatlarni talab qiluvchi hech qanday SMS yoki qo'ng'iroq olmagan bo'lsangiz, unda siz ushbu band bo'yicha tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Ammo har doim pochtangizni, telefoningizdagi xabarlarni tekshirib turish va noma'lum raqamlardan kelgan qo'ng'iroqlarga javob berish lozim. Endi esa aziz do'stlar, ushbu qoidalardan istisnolar, ehtimoliy tuzoqlar va ko'pchilik bilmagan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Aksir har bir qoidaning o'z istisnosi bo'ladi va bu holatda ham shunday. Ba'zida pensiya jamg'armasining xabarlari sizga yetib bormasligi mumkin. Chunki pochta manzilingiz noto'g'ri ko'rsatilgan yoki mobil raqamingiz o'zgargan. Bu yerda birinchi va eng muhim nozik jihat shuki, agar siz pensiya jamg'armasi bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy ma'lumotlaringizni, telefon raqami, manzil yangilamagan bo'lsangiz, hatto ular sizni ogohlantirmoqchi bo'lsalar ham, bu ogohlantirish sizga yetib bormaydi. Natijada siz hech narsadan bexabar qolib, may oyida pensiyasiz qolishingiz mumkin. Bu vaziyatda javobgarlik sizning zimmangizda bo'ladi, chunki ma'lumotlarni o'zgartirganda davlat idoralarini xabardor qilish fuqaroning burchidir. Ikkinchi tuzoq. Ba'zi keksa avlod vakillari kompyuter va internetdan foydalanishni bilmaydi. Hozirda pensiya jamg'armasi ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda, masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YDXP orqali taqdim etadi. Agar sizga qisat kelmagan bo'lsa-da, balki sizning nomingizdan YDXPda qandaydir so'rovlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu yerda sizga farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki mahalladagi yoshlardan yordam so'rash tavsiya etiladi. Ular sizning shaxsiy kabinetingizga kirib pensiya jamg'armasidan kelgan xabarlarni tekshirishlari mumkin. Ba'zan oddiy bir kizi talazil pakchalapam ben bel yoki zipsem o'zgarishlar mavjud degan yozuv sizning katta muammolardan qutqarishi mumkin. 3-nozik jihat pensiya to'lovlarining kechikishiga ba'zan texnik nosozliklar sabab bo'lishi mumkin. Masalan, bank tizimidagi vaqtinchalik uzilishlar yoki pensiya jamg'armasining o'z tizimidagi yuklamalar tufayli pul o'z vaqtida o'tkazilmasligi mumkin. Bu kabi holatlarda sizga hech qanday ayb bo'lmasa-da, siz baribir tashvishga tushishingiz mumkin. Agar pensiya to'lovingiz aprel oyida kelgan bo'lsa-yu, may oyida kelmasa, dastlab pensiya jamg'armasi yoki bankni ayblashga shoshilmang. Avvalo o'zingizga bog'liq bo'lgan yuqoridagi peshta bandni tekshirib chiqing. Keyinroq murojaat qilish eng to'g'ri yo'l. 4-chi muhim eslatma. Ba'zi pensiya turlari, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nogironlik pensiyasi har yil yoki ma'lum muddatlarda qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Agar siz aynan shu turdagi pensiyani oluvchi bo'lsangiz va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi
Demek, sulosasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlaringizning muddati tugagan bo'lsa, uni zudlik bilan yangilashingiz kerak. Agar sizga temekdan qayta ko'rikdan o'tishni so'rab sabar kelgan bo'lsa-yu, siz o'tmagan bo'lsangiz, may oyidagi pensiya to'lovingiz to'xtatib qo'yilishi aniq. Shuning uchun bu turdagi pensiya oluvchilar doim o'zlarining tibbiy sulosalari va tasdiqlovchi hujjatlarining muddatlarini kuzatib borishlari shart. 5. Pensiya yoshidagi ba'zi fuqarolar, masalan, davlat xizmatida ishlayotganlar yoki jamoat ishlarida band bo'lganlar uchun pensiya to'lashda ba'zi cheklovlar yoki o'zga asos qoidalar mavjud bo'lishi mumkin. Agar siz shu toifadagi fuqaro bo'lsangiz va ish joyingiz o'zgargan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasidan bu haqda qandaydir ma'lumot so'ralgan bo'lsa, buni ham zudlik bilan aniqlashtirishingiz kerak. Masalan, agar siz davlat tashkilotida ishga kirsangiz, sizga pensiya to'lanishi to'xtatilishi mumkin yoki uning miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Bu haqda fondni sabardor qilish sizning zimmangizda. Shulosa qilib aytadigan bo'lsak, har qanday shubha yoki noaniqlik yuzaga kelsa, eng to'g'ri yo'l bu pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilishdir. Hatto eng kichik shavotir ham katta muammoga aylanmasligi uchun o'z vaqtida harakat qilish muhimdir. Endi esa aziz yurtdoshlar, amaliy maslahatlar, ya'ni siz nima qilishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalarga o'tamiz. 1. Telefon orqali yoki internet orqali pensiya jamg'armasining ishonch telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Odatda bu raqamlar pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida yoki 7XP portalida ko'rsatilgan bo'ladi. U yerdan siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz bo'yicha qandaydir muammo bor yo'qligini aniqlashingiz mumkin. O'z pasport ma'lumotlaringizni va shaxsiy identifikatsiya raqamingizni jashir tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda bu sizning muammoingizni hal qilish uchun yetarli bo'lishi mumkin. 2. Agar telefon orqali hal qila olmasangiz yoki aniq javob ololmasangiz, shaxsan pensiya jamg'armasining o'zingiz ro'yxatdan o'tgan hududiy bo'limiga murojaat qiling. U yerda sizga aniq ma'lumot berishlari va muammoingizni bartaraf etishda yordam berishlari shart. U yerga borishdan oldin pasportingizni, pensiya guvohnomangizni, bank kartangizni va agar bo'lsa, sizga kelgan har qanday sat yoki ogohlantirish xabarini o'zingiz bilan olishni unutmang. Bu hujjatlar sizning shaxsingizni tasdiqlash va muammoingizni tushuntirishda yordam beradi. 3. Agar siz shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilashingiz kerak bo'lsa, manzil, familiya, pasport ma'lumotlari, tegishli hujjatlarni, yangi pasport, nikoh yoki ajralish guvohnomasi, turar joy haqidagi ma'lumotnoma o'zingiz bilan oling. Pensiya jamg'armasi iqtisodiymiga ularni taqdim eting va ma'lumotlaringizni yangilashni so'rab ariza yozing. Ariza namunasi pensiya jamg'armasining bo'limida bo'lishi kerak. Siz shunchaki shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritib imzo chekishingiz talab etiladi. 4. Agar muammo bank hisob varagi bilan bog'liq bo'lsa. Avvalo xizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qiling. Bankdan o'z hisob raqamingiz, karta emas, aynan hisob raqami haqida ma'lumotnoma oling. So'ngra bu ma'lumotnoma bilan pensiya jamg'armasiga boring va yangi bank rekvizitlarini taqdim eting. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan bank hisob raqamimni o'zgartirishni so'rayman mazmunidagi arizani yozishingizni talab qilishlari mumkin. 5. Agar siz yangi imtiyoz yoki nafaqa olish uchun ariza bermoqchi bo'lsangiz, mahalliy mahalla qo'mitasiga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki YIDXP portaliga murojaat qiling. U yerda sizga qanday hujjatlar kerakligi va qanday ariza topshirish kerakligi haqida batafsil ma'lumot berishadi. Odatda bunday arizalar uchun daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma va boshqa tegishli hujjatlar talab qilinadi. Qanday hujjatlar zarurligini oldindan aniqlashtirib, barchasini bir martada olib borishga harakat qiling. Muhimi, bu harakatlarning barchasini aprel oyining oxirigacha amalga oshirishga ulgurishingiz kerak. Chunki aprel yakunlangach pensiya jamg'armasi may oyidagi to'lovlar
uchun ma'lumotlarni shakllantiradi va qayta ishlashga kirishadi. Agar siz o'zgarishlarni aprel oyida kiritmasangiz, may oyidagi pensiya to'lovingiz kechikishi yoki umuman to'xtatib qo'yilishi mumkin. Aziz tomoshabinlarim, umid qilamanki bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Men bugun sizga pensiya olishda duch kelishingiz mumkin bo'lgan eng muhim 5 ta vaziyatni tushuntirib berdim va ularni hal qilish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berdim. Har bir holatda shoshma-shosharlik qilishdan qo'ra. Tushunib harakat qilish muhimdir. Agar siz ushbu videoda aytilgan choralarni ko'rsangiz, may oyida pensiya to'lovingizni olishda hech qanday muammo yuzaga kelmaydi deb umid qilaman. Sizningcha pensiya tizimida yana qanday o'zgarishlar kutilmoqda yoki siz pensiya olishda qanday muammolarga duch kelgansiz? Fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa yurtdoshlarimiz uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling, omon bo'ling.